O Hamzat, bu sari oxirgi janging bo'ladi. Dabdalangni chiqaraman. Men seni bir shapaloq bilan yig'latib qo'yaman, darvozang tagida qum o'ynab ketasan. Bo'lmag'ir gaplarni gapirma. Chechenistonda yig'lab yurma. Menga qara, og'zingni jop kalbosh. Stulga o'tirganda duximga ham o'tirdim mana. Kuzatuvchilarda kimda savol bor? Ha, hammaga salom. Kechirasiz, menda savol bor. Hamzat Chimayev shu Stikland bilan jangdan keyin aloqalarni qanday o'rnatasiz? O'sha dushman bo'lib ketasizlarmi yoki? Jangdan keyin dushman bo'lib qolsak ham bo'ladi. Uni o'g'il qilib olsam ham bo'ladi. Atak rozi bo'lsa, uni o'g'il qilib olaman, otasi bo'laman. Atak tirik qolmasligi ham mumkin. Atak saqich zo'r ekan. Hurmatli Hamzat Chimayev, siz Stiklandni qanday qilib yengmoqchisiz jangda? Xullas, uni men aylantirib qo'valaburaman birinchi ringda ichida. Tashqari chiqsa tashqarida ham qo'valaburaman. Ata uyiga qochsa uyigacha ham qo'valab boraman. Menga umuman problema emas. Kalboshiga shapaloqdan solaman. Kimni shapaloqdan solayapsan? Sen kimni shapaloqdan solayapsan? Tushunmading gapga. Baqirma. Menga qara, chechen. Baqirma, buyingni yo'qotib yuborasan. Baqirma senga. Qo'yvoringlar, meni o'ldirib tashlayman. Qo'yvoringlar. Kelib turib bir shapaloq yeb ketsan.